Assalomu alaykum azizlarim. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Va alaykum assalom. Brat bilan Mirsaboy gaplashib oldilar. Dilani bitish kerak. Voy aylanib ketdi. Nima bo'ldi Alishirjon? Mani korobkamga tiqib qo'yguningcha men seni misarobga yopib qo'ydimmi? Yeb billati urush janjal kerak basolma. Afruzaxon nima bo'pti sizga? Ha? Maziz bo'lmayaptimi? Apelsinchi sal bosib oling o'pkangizni. Pustingizni shilib, quyoshga olib chiqib quritib qo'yaman, keyin ana quritilgan po'stloq bo'lib yurasan shun bilan. Aynan ketdi, naqimi. Opani ham to'g'ri tushunish kerak-da. Anchadan beri solishmagan bo'lsa, sog'ingandir-da sizni. O'shaning uchun achchig'i chiqayotgandir. Ye? Men senga aytdim. O'ynashmagin men bilandim. Ha bo'ldi, siz ham bitta gapdan qoling. Xolasi o'ynaydi-da. Ye tavba qildim. Qattadur men haqimda gapirgan, qo'lingda ko'tarib yurgan ananasingni otib, og'zingni yirtib qo'yaman. Ha yo'g'i ananasni. Undan yaxshi uni jejeme qo'raveringlar. Ananas, apelsin, bodring bo'ladi o'tda-da. Keyin nima tilaying? Afruzaxon, qo'ying. Ananasni temasiga o'tmaydi. To'ppa-to'g'ri gapiryapti, brat. Xolasi ananas bilan solishadi. Ha, aka? Xolasi apelsin bilan solishadi. Ye? Ba'da o'zini ishi. Ye billati. Sani isming Alisher bo'lsa, meniki Afruza. Afruzaxon, omadingizni bersin, baxtingizni bersin, bunday keyingi ishlaringizni faqat rivojini bersin. To'g'risi, menga muammolar kerak emas. Aha, muammolar kerak emas. Siz nima deysiz endi, apelsinchi? Men bilmasam gapirmayman. Shuncha-ku men bekorga yo'q bo'ldimmi? Nima deb o'ylaysizlar, nima qildim? Mazzali. Ha, va aylanib ketdi Mazzadin. Menga qara aka. Opang cho'ta uverenni gapiryapti-da. Nima deysan? 69-modda bilan jazolagan deysanmi? Qana modda u? Ha, va aylanib ketdi. Hamma narsada xabarim bor edi, tavba qildim. Aha.